bugun chiqadigan bo'lsa bugungi oyda to'lov qilasizlar. Nima uchun to'lov bunaqa? tushunmadim. Aslida bizda tartib bunaqa. Bugun klient keldimi? Bugun klient kelgan bo'lsa, ertaga o'sha keyingi oyda birinchi chislosiga to'lov chiqadi. Lekin sizlarda tez bo'lyapti, masalan, bugun kelib 30 ga kelib qachadi. O'sha kredit olishga murojaat qiladigan bo'lsa ham, bir kuni chiqayotgan bo'lsa, to'lov o'sha oyning o'ziga chiqmaydi. Sabab Markaziy bankda yurish uchun degan tartib bor. Tartibda kredit foizlarini hisoblash. Kreditga hisoblanadigan foizlar hisoblashda tartib yozilgan. U yerda har bir foizlar kunlik hisoblanadi. Kunlik. Misol uchun kreditingiz birida chiqdimi, keyingi oyda birida muddat o'tgan hisob raqamiga o'tkaziladi. Keyingi oyda birigacha to'lash imkoniyati o'zingizda turadi, lekin muddat o'tgandan keyin biz sizdan talab qilamiz. Keyin nima uchun kredit tartibida faqat annuitet usulidan foydalansizlar? Buni biz respublikada bizga tartib keladi. Bu shu tartibdan chiqib ketolmaymiz. Annuitet berish kerakmi? Differensialmi?